Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanыңlar Muhammad ibn Süleyman el-Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namı kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz Mahlukatlarning yaratılış bölümü. İmam Buxariyning 7418 numaralı hadisida İmran ibn Hüseyin radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında ultiratdim. Beni Temim kabilesinden bir guruh kişi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Beni Temim, sizlerge xush xabar bar qabul qilinglar" dedi. Lekin ular xush xabar bolsa suyunchi bergen deyishdi. Arqadan Yaman ahlidan bir guruh kishi kelgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga, "Ey Yaman ahli, sizlerge xush xabar bar qabul qilinglar." Buni Beni Temim qabul qilmagan edi dedi. Ular, "Ey Rasulullah, qabul qildik. Sening oldinga dinni o'rganish va yaratilishning qanday boshlanganligini bilish uchun kelgan edik" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Alloh azza va jalla Alloh azaldan bor edi. Uningdan burun hech narsa yo'q edi. Uning arshi suvning ustiga qurilgan bo'lib, keyin osmon bilan yerni yaratdi va Lavhul Mahfuzga hamma narsani yozdi." İmam Buxariyning 3192 numaralı hadisida Tariq ibn Shihab mundaq deydi: "Men Ömer raziyallohu anhuning mundaq deganligini angladim. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga yaratilishning boshlanishidan tortib jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga kirganga qadar bo'ladigan hamma narsani anglatdi. Bular oramizdagi ba'zi kishilarning yodida qoldi, ba'zilar unutib ketdi." Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Manga Allohning arshini ko'tarib turadigan farishtalardan biri haqida so'zlab berishga ruxsat qilindi. U farishtaning quloqining yumshoqi bilan mo'risining orasidagi masofa 700 yillik yo'lga teng." İmam Müslim'nin 2789 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'limdan tutib turib mundaq dedi: "Alloh zaminni shanba kuni yaratdi. Uning ustiga tog'larni yakshanba kuni, daraxtlarni dushanba kuni, yoqtirilmaydigan narsalarni seshanba kuni, nurni chorshanba kuni, jonivorlarni payshanba kuni yaratib zaminga yoydi. Barliq mahluqotlarni yaratib bo'lgandan keyin eng oxirida, ya'ni juma kuni asr bilan shamning orasida Odam alayhissalomni yaratdi." Tirmiziyning sahih rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Yahudiylar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Abul Qosim, chaqmoqning nimaligini aytib bersang" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Allohning bulutlarga muvakkal qilib qo'ygan farishtasi bor. Uning qo'lida o'tdan qamchisi bo'lib, u bulutlarni Alloh xohlagan joyga haydagan chog'da qamchisidan chaqmoq hosil bo'ladi" dedi. Ular, "Undaq bo'lsa biz anglaydigan guldirmama nimaning ovozi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "Bulutni haydash uchun urgan chog'da qamchidan chiqqan ovoz" dedi. Ular, "Rost aytding, endi Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning o'z nafsiga arom qilgan narsasi nima edi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom, "Yaqub alayhissalom o'ltirg'ich nerv og'riqiga giriftor bo'lib qolganda, tugi go'shi bilan tugi sutidan boshqa narsa xil kelmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga u boshqa narsalarni majburiy yeyish uchun bularni o'ziga arom qilgan" dedi. Yahudiylar, "To'g'ri aytding" deyishdi. İmam Buxariyning 6227 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh taolo Odam alayhissalomni o'zining suratida bo'yini 60 gaz egizlik qilib yaratdi." Muslim 2611-hadisda Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh taolo Odam alayhissalomning shaklini yaratib, uni jannatda bir muddat shupiti tashlab qo'ydi. Shayton bu nimadir deb uning atrofida aylanib yurib, oxiri uning ishining kavosqini ko'rdi-da, uning o'zini tutolmaydigan maxluq qilib yaratilganligini bilib yetdi."
Tirmizining sahih rivoyatida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo Adem alayhissalomni yer yuzining har qaysi joylaridan olgan to'pidan yaratdi. Shunga odam bolalarining mijoz xulqi yaxshi yomon bo'lishi, ba'zilarining qizil tanlik, ba'zilarining oq tanlik, ba'zilarining qora tanlik, yana ba'zilarining har xil ranglarda bo'lishi o'zining to'pisi ilingan yerlarga asosan shakllangan. İmam Müslimning 2996 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Farishtalar nurdan, jinlar o'tning yalqunidan, odam bo'lsa sizlarga aytib berilgan narsadan yaratilgan. Bu bobdagi qolgan hadislarninki hammasida o'xshagan qarashlar bor ekan. Shuni qolganlarni o'qimadik. Keyin qatimda xosiyatli zikr va duolar bölümünü o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman al-Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 9-tomi. Hozir o'qiydiganimiz xosiyatli zikr va duolar bo'limidan zikr va duoning fazilati bobi. İmam Buxoriyning 6408-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Allohning yer yuzida ko'chalarni aylanib yurib, zikr ahlini izlaydigan farishtalar bor bo'lib, ular Allohni zikr qilayotgan bir jamoatni topgan chig'ida, "Kelinglar, mana topdik" deb bir-biriga nido qiladi va darhol yig'ilib, qanotlari bilan ularning atrofini dunyo osmoniga qadar o'rib oladi. Ularning hammadan eng yaxshi bilib turgan Parvardigori farishtalardan: "Bandilarim nima da'vatidi?" deb so'raydi. Ular bandilaring sana tasbih aytibatidu, takbir aytibatidu va hamdu sano aytib seni ulug'layotidi deydi. Allah, ular meni ko'ribdimi deb so'raydi. Farishtalar, "Yo'q, seni ko'rmabdi" deydi. Allah, agar ular meni ko'rgan bo'lsa, ularning holi qandoq bo'lar edi deydi. Farishtalar, agar ular seni ko'rgan bo'lsa, ibodatni texim ko'p qilgan bo'ladi. Seni ulug'lashni, sana hamdu sano aytishni va tasbih aytishni yanama ko'p qilgan bo'ladi deydi. Allah, ular mendan nima tilaydi ekan deydi. Farishtalar, sendan jannatni tilaydi ekan deydi. Allah, ular jannatni ko'ribdimi deydi. Farishtalar, yo'q, ey Rabbimiz, sening noming bilan qasamki, ular jannatni ko'rmabdi deydi. Allah, agar ular jannatni ko'rgan bo'lsa, ularning holi qandoq bo'lar edi deydi. Farishtalar, agar ular jannatni ko'rgan bo'lsa, ularning jannatga bo'lgan tashnaligi, rag'bati texmi kuchli bo'lgan bo'ladi deydi. Allah, ular nimadan panoh tilaydi ekan deydi. Farishtalar, do'zaxdan panoh tilaydi ekan deydi. Allah, ular do'zaxni ko'ribdimi deydi. Farishtalar, yo'q, ey Rabbimiz, sening noming bilan qasamki, ular do'zaxni ko'rmabdi deydi. Allah, agar ular do'zaxni ko'rgan bo'lsa, hal qandoq bo'lar edi deydi. Farishtalar, agar ular do'zaxni ko'rgan bo'lsa, uningdan texmi qo'rqqan va texmi yiroq qochgan bo'ladi deydi. Shuning bilan Allah, men sizlarni guvoh qilamanki, ularning gunohlarini afv qildim deydi. Farishtalardan biri, ularning ichida paloni kishi zikr uchun emas, balki faqat o'zining ishi uchun kelgan edi deydi. Allah, bundoq bir jamoat bilan suhbatdosh bo'lgan kishi quruq qo'l qaytmaydi deydi. Tirmiziy yuqori hadisning o'qishini Abu Hurayra yoki Abu Saiddan rivoyat qilgan. Abu Davudning Hasan va Sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki o'ltirgan joyida Allohni zikr qilmasa, Allohning huzurida pushaymon qiladi. Kimki yotgan joyida Allohni zikr qilmasa, Allohning huzurida pushaymon qiladi.
Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qandaq bir jamoat o'ltirgan so'rindan Allohni zikr qilmasdan qo'yib ketsa, eshakning tepi, o'ligi bor joyda o'ltirib qopqandek bo'ladi. Bu ular uchun hasrat elib keladi. İmam Müslimning 2701 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundoq deydi: Muaviya radhiyallohu anhu masjidda alqismon bo'lib o'tirgan kishilarni ko'rib, "Nima qilib o'ltirsizlar?" deb so'radi. Ular "Biz Allohni zikr qilishni o'ltirdik" dedi. Muaviya "Sizlar rostila shuning uchun o'ltirdinglarmi?" deb so'ragan edi. Ular "Allohning nomi bilan qasamki, biz faqat shuning uchun o'ltirdik" dedi. Shuning bilan Muaviya radhiyallohu anhu "Mening bundoq so'rashim sizlarni boshqa niyatda o'ltirdi demoqchi emasman. Men sahobalar orasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eng oz hadis rivoyat qilgan biriman. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam halqisima bo'lib o'tirgan sahobalarni ko'rib, nima qilib o'ltirsizlar deb so'radi. Ular biz Allohni zikr qilish, bizni islomga hidoyat qilganligi va bu ne'matni ato qilganligi uchun uning hamd sano aytish uchun o'ltirdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar rostila shuning uchun o'ltirdinglarmi deb so'radi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, biz faqat shuning uchun o'ltirdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening bundoq so'rashim sizlarni boshqa niyatda o'ltirdi demoqchi emasman. Lekin Jibril kelib menga Allohning farishtalar oldida sizlar bilan faxrlanganini bildirdi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, menga ko'ra islom shariatlari savobning yo'llari nihoyat ko'payib ketdi. Menga shulardan birini aytib bergin, men uning mahkamga pishay" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Tiling Allohning zikridan to'xtab qolmasin" dedi. İmam Müslimning 779 numaralı hadisida Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh zikr qilinadigan uy bilan Alloh zikr qilinmaydigan uyning farqi tirik bilan o'likning farqiga o'xshaydi. İmam Müslimning 2676 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga qarab ketib o'tib, Jumdan degan tog'dan o'tayotganda, "Yuringlar, bu yer Jumdandir. Mufarridlar nurg'un savob elib ketdi" dedi. Sahobalar "Ey Rasululloh, mufarridlar kim?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular Allohni ko'p zikr qilgan er va ayollar dedi. İmam Buxoriyning 7405 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo mundoq deydi: Bandam meni qandoq o'ylasa, men uning uchun shundoq bo'laman. U meni eslaganda, men uning bilan birga bo'laman. Agar u meni ichida eslasa, men uni ichimda eslayman. Agar meni bir jamoat ichida eslasa, men uni uningdan yaxshiroq bir jamoat ichida eslayman. U menga bir g'arich yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Agar u menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulach yaqinlashaman. U menga mengib kelsa, men uningga yugurib boraman. Tirmizining Hasan rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat bog'chilaridan o'tgan chig'inlarda uningdan bahramon bo'linglar dedi. Sahobalar jannat bog'chilari nimadir deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zikr so'rini deb javob berdi. Tabaranining sanadi Hasan rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo qiyomat kuni marvoyatdan yasalgan munbarlarda o'ltiradigan, yuzlaridan nurni yog'ib turadigan bir muncha kishilarni tirildirdi. İnsanlarning hammasi ularga havas bilan qaraydi. Ular payg'ambarmi emas, shahidmi emas dedi. Buni anglagan bir sahrolik tizilib o'ltirib, "Ey Rasululloh, ularning kimligini aytib bergin, tonib olayli" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular har xil qabilalardan, har qaysi shaharlardan kelgan bo'lib, Alloh uchun bir-birini do'st tutgan, Allohning zikri uchun bir yerga yig'ilgan
va uni zikr qilgan kishilardir, dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Rabbinglarning nazarida darajanglarni yuqori qiladigan oltin kumush sadiqa qilishdanmi, Alloh yo'lida jihodga chiqib dushmanlar bilan yuzma-yuz turib urush qilishdanmi afzal bir amalni aytib beraymi? Degan edi. Sahobalar aytib bergan deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohni zikr qilish deb javob berdi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Allohning azobidan qutuldiradigan eng afzal narsa Allohni zikr qilishdir, dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Abu Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degen: Allah'ın azabından saklanış için Allah'ını zikir kılıştım yaxşırak amel yoktur. Abu Davud'un Hasan rivayetinde Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degen: Bamdod namazdan keyin Allohni zikr qiladigan bir jamoat bilan birga toki quyosh chiqquncha o'ltirish men uchun Ismoil naslidan 4 nafar qulni ozod qilishdan yaxshiroq. Asr namozidan keyin shom namozigacha Allohni zikr qiladigan bir jamoat bilan birga o'ltirishmi men uchun 4 nafar qulni ozod qilgandan yaxshiroq. Tirmiziyning sahih rivoyatida Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo ibodatdir degandan keyin Parvardigoringlar aytadi: "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman, tilaganinglarni beraman. Shubhasizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib, bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi" degan oyatni o'qigan. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Alloh taoloning nazarida duodan ulug'roq ibodat yo'q. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini anglagan: Har qanday bir inson hojatini tilab duo qilganda gunoh bo'ladigan yoki o'riq tuqqanlardan munosabatni uzishga elib boradigan ishni tilamaganli bo'lsa, Alloh taolo uning tilagan narsasini beradi. Alloh taolo hammalarning yaxshi duolarini ijobat qilsin. Hammamizning qalbini haq yo'lda sabit qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman al-Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 9-tomi. Hozir o'qiydiganimiz duo vaqti, duo qilishning holati, duoning shakli va boshqa masalalarga aloqador sahih hadislar. İmam Buxariyning 1145 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Rabbimiz har kechasi kechining oxirgi 1/3 qismi qolgan chog'da dunyo osmoniga tushidi va kim menga duo qiladi, uning duosini qabul qilaman. Kim mendan so'raydi, so'rag'anni beraman. Kim mendan mag'firat tilaydi, uni afu qilaman deydi. İmam Müslimning 758 numaralı hadisida mundaq deyilgan: Alloh taolo kechining 1/3 o'tganda dunyo osmoniga tushib, toki tong otqicha istig'for aytquchi bormi, tavba qilguchi bormi, hojatini tilguchi bormi, duo qilguchi bormi deb nido qiladi. İmam Müslimning 758 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo kechining yarmi yoki 3/2 qismi o'tganda dunyo osmoniga tushib, davomi yuqorqi hadisga o'xshash. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Umama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, qaysi duo bek ijobat bo'ladi?" deb so'ralgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechining oxirgi qismining o'ttirsida va har bir faraz namozdan keyin qilingan duo deb javob berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Azon bilan takbir orasida qilingan duo rad qilinmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Sahl ibn Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: ikki duo rad qilinmaydi. Biri azon vaqtida qilingan, yana biri dushman bilan qattiq urushayotgan chog'da qilingan duo. Abu Davudning sahih rivoyatida yomg'ir yog'ayotgan chog'da qilingan duo rad qilinmaydi deyilgan. İmam Müslimning 482 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bandining Rabbiga eng yaqin bo'ladigan holati sajdadagi holatidir. Shuning uchun sajdada duoni ko'p qilinglar. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki qiyinchilik va yomon kunlarda duosining ijobat bo'lishini xohlasa, teni sog'lom, xotirjam vaqtida duoni ko'p qilsin. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mundaq 3 kishining duosi shaksiz ijobat bo'ladi. Mazlumning duosi, musofirning duosi, dadining balaga qilgan badduosi. İmam Müslimning 2732 numaralı hadisida Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kim musulmon qarindoshiga g'oyibona duo qilsa, uningga muakkal qilingan farishta "Amin, sanga shuning o'xshashi bo'lsin" deydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Hojatini tilab duo qilganda qo'lini mo'rining barobarida yoki shuningga yaqin ko'tarish kerak. Mag'firat tilab duo qilganda bir barmoq bilan ishorat qilish kerak. Balodan saqlanish uchun yelinib duo qilganda qo'lining dumbasini yuzi tarafga qaratib turib, ikki qo'lini egiz ko'tarib duo qilish kerak. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi:
Мен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kolunun alıqını bilenmi, dümbüsü bilenmi dua kılganını görgenmen. İmam Ahmed'nin mursal rivayet kılgan senede Hasan rivayetinde Hallat ibn Sa'ib el-Ansari radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nerselep dua kılsa, kolunun alqını özüge qartatdı. Bir narsaning yomonligidan panoh tilab duo qilsa, qo'lining dumbisini o'ziga qartatdi. Tirmiziyning Hasan va Sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kishi tashahhudda ikki barmoqi bilan ishorat qilib duo qilyotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir barmoq bilan qil dedi. Abu Davudning Sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tesbih etqanda o'ng qo'l bilan sanag'anini ko'rdim. Tirmiziyning Sahih rivoyatida Salman Farisi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Şübhsizki Allah bekma ya qilg'uchidir, bekmi sahiydir. Kishi uningdan bir narsa tilab duo qo'l ko'tarsa, Allah uni quruq qo'l qaytarishdan oya qiladi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Duo qilganda ijobat bo'lganligiga qat'iy ishonch qilgan holda duo qilinglar. Shuni bilib qo'yinglarki, Alloh taolo qo'li duoda, ammo qalbi boshqa yerda kishining duosini ijobat qilmaydi. Tirmiziyning Sahih rivoyatida Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namazının ahırida Resulullah'a durud ve salam yollamay turib dua kılvatqanını anlap, bu kişi aldırap ketdi dedi. Keyin onu çağırıp, qaçaniki namaz okusanlar, andın namazınlarının ahır dua kılsanlar, avval Allah hamdü sana eytinglar, andın Allah'ın Resulü'ne salam yollanlar, onundan keyin xalığan duanı kılınlar dedi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: Dua osmon bilan yerning ostida saqlab turdi, toki payg'ambaringga durud va salom yo'llamaguncha duodan hech bir narsa Allohning huzuriga ko'tarilmaydi. İmam Buxariyning 6339-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Dua qilganda hech kim "Ey Rabbim, xohlasang meni afv qilgin, ey Rabbim, xohlasang menga rahim qilgin" demasin. Chunki hech kim Allohni zo'rlayolmaydi, balki Allohga ilinib duo qiladi. Abu Davudning Hasan va Sahih rivoyatida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning bir o'g'li mundaq deydi: Dadam mening: "Ey Rabbim, men sendan jannatni, uning ne'matini, shodligini, uni buni tilayman. Sendan do'zaxdan, uning zanjirlaridan, taqoqlardan va buningdan panoh tilayman" deb duo qilganini anglab, "Ey o'g'lim, men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning keyincha duoda chekdan eshib ketadigan bir jamoat keladi. Sen hergiz ulardan bo'lib qolmag'in. Agar sana jannat berilsa, uning ichiga hamma narsa qo'shib beriladi. Agar do'zaxdan qutulsang, uning ichidagi hamma yomonlikdan qutulgan bo'lasan" deganini anglagan edim dedi. Abu Davudning Sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam javamiul kalim, o'zi ixcham, ma'nosi keng so'z bilan duo qilishni yaxshi ko'radi. Undaq bo'lmagan so'zlar bilan duo qilmaydi. İmam Buxariyning 6340-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundaq degan: Duo qildim, ammo duoim ijobat bo'lmadi deb oldirab ketmaganlaringlarning duosi ijobat bo'ladi. Abu Davudning Sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundaq degan: O'zinglarni, bolalaringlarni, xizmatkoringlarni, mol dunyolarni qarg'amanglar.
Chunki u qarg'ishlar Alloh tarafidan duo qabul bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qolsa, ijobat bo'lib qoladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Kimki Allohdan bir narsa so'ramasa, Alloh uningga g'azab qiladi. Abu Davudning sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bundoq rivoyat qilinadi. Bir ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga menga va erimga duo qilgan degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh sana va eringga rahmat qilsin dedi. Alloh taolo hammalarning duolarini ijobat qilsin. Vatanimizdan baldaroq zolimlarning zulmidan ozod qilib bersin. Qalbimizni o'zining hidoyat nuridan nurlantirib bersin. Hammalarga foydali ilm ato qilsin. Ikki dunyoda baxt saodatga ega qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.